Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza, kutib oling bizni. Aka singilmiz, juda inoqmiz. Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza. O'ynab tolmaymiz, kulib o'ynaymiz. Hafiz va Hafiza. Kunlar o'tdi ro'zgacha, zerikmaymiz to'yguncha. Hafiz va Hafiza. Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza. Yangi ilmni o'rganamiz. Islom bilan tanishamiz. Alloh nimani yaxshi ko'radi? Ikkinchi qism. Demak, bolalar, O'tgan qismda Niko do'stlari Hafiz, Hafiza, Qobil va Humayraga fotoapparat sovg'a qildi. Bolalar esa uni nima maqsadda ishlatsak ekan deb bosh qotirishdi. O'zing nima qilyapsan? Suratga oldingmi? O'ylashimcha, avvalo yaxshi rasm olishim uchun So'ng ustozdan so'rashdi. Ustoz esa Alloh nimani yaxshi ko'rsa, o'shani suratga tushirishni aytdi. Allohu akbar, Allohu akbar. Hafiza, yur avval asr namozini o'qib olamiz. Ha, albatta. Allohu akbar. xayrli kech bolalar, suratlarni ko'zdan kechirish vaqti keldi. Ko'ramiz bugun kim g'olib bo'larkan. Tayyormisizlar? Birinchi surat Nikoga tegishli. Endi ikkinchi ishtirokchining suratini ko'ring. Humayra, nega bu yerga olgan surating qo'yilmagan? Bilasizmi, ustoz, men Nima bo'ldi, Humayra? ochig'i bironta yaxshiroq surat ololganim yo'q, ustoz. Xijolat bo'lma. Faqat kelasi safar o'zingga ishon, chunki shubhalar xayrli ishingga to'sqinlik qiladi. Xo'pmi? Tushundim, ustoz. Keyingi suratimizning muallifi Bu qanday surat bo'ldi, Qobil? Topdim. O'zingni yaxshi ko'r degan surat. Alloh ham o'zimni yaxshi ko'radiganlarni suysa kerak-a. Mayli, endi e'tiboringizni keyingi suratga qarating. Mashalloh. Ajoyib surat chiqdi-ku. Voy. Endi so'nggi suratni ko'ramiz. Uning muallifi Hafiza. Voy, ajoyib chiqibdi. Qo'yil. Mashalloh. Hafiza olgan suratingni ta'riflab bera olasanmi? Albatta. Qarasam, Hafiz masjiddan kelayotgan azon tovushini eshitishi bilan asr namoziga shoshgancha kirib ketdi. Shunda o'yladimki, farz amallarni bajarishga shoshilgan bandalarni Alloh ham yaxshi ko'rsa kerak deb. Mashalloh. To'g'ri o'ylabsan. Har qancha band bo'lmaylik, namozni vaqtida ado etishimiz kerak.
Agar azon aytilishidan oldin masjidga borsak, bu ish yanada fazilatli bo'ladi. Alhamdulillah, sen bilan faxrlanaman qizim. Kim g'olib bo'ldi, ustoz? Hozir birgalikda g'olibni aniqlaymiz. Kimning surati yaxshi chiqqan bo'lsa, o'shani tanlaymiz. To'g'rimi bolalar? Men g'olib bo'laman. To'g'ri. Mana ko'rasan, men g'olib bo'laman. Yo'q, men. Tinchlaning bolalar. Bitta javob bering. Qaysi surat yaxshi chiqqan? Hafizaniki. Demak, hammangiz Hafizani tanlaysizmi? Albatta, uni surati hammamiznikidan ham yaxshiroq. Hafiza g'olib bo'ldi. Alam Husin kel. Demak, g'olibimiz Hafiza. Rostdanmi? Qoyil. Yashasin! Voy, bu nima dada? Bu gadjetning nomi Smart Hafiz. Bolalarga islomni o'rgatuvchi moslama. Uning yordamida Qur'onni o'rganishing, suralarni yodlash uchun qorilar tilidan tinglashing mumkin. Shuningdek, ko'plab islom ahkomlarini tanishtirib boruvchi dasturlar ham bor. Eng ahamiyatlisi, unga fotoapparatini ulashing ham mumkin bo'ladi. Tushundingmi? Voy, qoyil! Katta rahmat dadajon. Voy, qaranglar. Olgan suratim Smart Hafizning ekraniga chiqdi. Meni pullarim yetarli. Smart Hafizni o'zim sotib olaveraman. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Alloh taolo qaysi amalni eng yaxshi ko'rishini so'radim. U kishi vaqtida o'qilgan namozni deb javob berdilar. Sahihul Buxoriy.